Mümkünmü 2 minut? Ha. Kino kutganingizdek bo'ldimi? Xudo xolasa. Endi kinoda baribir o'zini yarasha uzilishlar bor. Mani o'ylaganimni odamlar yoqsa, shunda uni bahosi bo'ladi. Men bahom o'zim uchun. Shuning uchun eng kattasi sen o'zing ko'rdingmi? Ha, albatta. Qanday yoqdimi? Super. Supermi? Ana super ekan. Yana bitta joyini aytib o'tmoqchiman. Hali hech qayerda aytmadingiz. Oyog'ingiz gips edi. Gipsni buzib keldingiz bugun premyera uchun. Hozir yana bir joyga tepib ketishim kerak. Keyin borib qaytadan gips qilamiz. Oh. Iloji yo'q endi shunday qilamiz. Mayli, rahmat, salomat bo'ling. Yoqdimi? Zo'r bo'ldi. Odamlardan ham Ha. YouTube'ga chiqaramiz, xudo xolasa buni. Bir 10 dan oshiq odamdan intervyu olindi. Dab qo'yib tashladi. Уже qo'yganman. Zo'r bo'lyapti. Qo'yganman. Zo'r bo'lyapti. Biz kino yoqdimi? Zo'r. Yig'ladimi endi o'yinlarni o'zim ololmadim. Chunki endi uzilishlar bor joyini alternativ tashlab joyim bor, sababi bor. Zo'r narsalardan alinganda sal chumolini misol uchun katta u chumolini ko'rsatish kerak edi. Mayda chumolini qo'yib qo'yibdilar. Qarinjanni menatkash-ku. Ana shu men 3 ta joyda ishlab turibman-ku. Shuni taqqasa qo'yadi buni. O'zi zo'r narsa, lekin qirqtirdi. Sababi chumoli ko'rinmaydi debdi. U odamlar ana har xil odam bor-da. Ana o'zi qara yo'q narsani gapirib turibdi desa, bor, lekin mayda bo'lib qolgan. Shuncha qirqinlardan. O'zimki g'oya, zo'r, dahshat. Chunki 3 ta joyda ishlagandan keyin chumol mehnatkash-ku. Shu mehnatni ko'rsataman deb turib, tepaga chiqishi, balandga chiqib turibdimi, maqsad sari ketib turibdimi? Aylantirib qo'yganda pastga ketdimi, yuqoriga ketdimi? Shu narsalar bor edi, shu yerlarni qirqdik. Shuning uchun bir xil joylari ozgina qo'shiladigan joylari sal sezilib. Lekin asosan 8 yoshdan 20 yoshga o'ziga yoqdi, 8 yoshdan 20 ga hech qanday kadri to'g'ridan-to'g'ri olingan. Bu hali boshqa filmlarda uchramagan. Bu ham bu filmning yutqi. Ham bu film o'zi misol uchun aslida chaqaloq payti 1 yashar, 4 yashar, 8 yashar, 22 yashar bu 5 ta mujassamlashgan holatini o'zini ichiga oldi. Bu 4 ta kinoga teng kino bo'ldi-da. 4 ta kinodan oladigan energiyangi, 4 ta kinodan oladigan ana holatingni mana shu bitta film o'zi berib turibdi. Shuning uchun cheta buni berib bilsak, ham bu yerda o'zimiz davlatdagi O'zbekiston qanday holatdagi, qanday davlat ekanligi, qanday insonlar va qanday yuqori darajadagi bir insonlar bor, ulug' insonlar bor ekanligini ajdodlarida endi. Ana shu o'tib ketgan ajdodlarimiz o'zimizning kiyimimiz. Endi bizlarning soundtrackga keladigan bo'lsak, bizlarning soundtrack hozirgi qizlarning madhiyasi bo'lib qoldi endi bu. Bundan ham xursandman.